Assalomu alaykum do'stlar, kanalim a'zolari. Xudo O'zbekistonga kelganman. Hozir Toshkent shahar Yangiobod eski bozorini syomkalarini qildim. Bir ko'rasizlar, kerak narsalarni syomkasini qildim. Like bosib qo'ysizlar, obuna bo'lib qo'ysizlar kanalimga. Xudo xolasa videolar qo'yib boraman. Davolanchi rahmat. Uzunda videolarni boshladik. Uzunda boshladik do'stlar. Dumaloq yo'llar. Mana Moskvada unaqa garmonkalar ham ko'p chiqardi. Toshlar o'tkillashga. Toshlar necha pul ekan? 100 mingdan ekan. Egovizchi dumaloq egov. Hozirgi chiqara? Bu hozirgi chiqara. 100 mingdan ekan. Xudo yo'qmi? Suvda so'za bu aka? Necha pul ekan bu? Kichkina shaqsi deganlar. Ota ismi chiqib qoldi. Mana bir yo'l qo'yish mana. Mana og'zini qarang qanday katta. Katta, bilan sal kichkina. Mesurovka. 150, nega 100. Mesurovka deyiladi. Mesurovka. Ishlari yangi. Sovetskiy ekan. Namoz o'qiydigan odam shortlikda yuradi. Turidan bor ekan. Aytyapman, osalaymaydi, lufti bo'lmasa ko'p yaxshi bo'ladi deyapti. Qarang, ruchka ham, например, bunday ruchka emasdi. Ruchkani qarang. Baquvvat ekan u. Baquvvat shu. Buni u yoqqa 150 sotyapti. Sizga 100 ming. 100 ming a? Bunaqa chiqmaydi. O'zini qarang qanday. Xullas 100 mingdan ekan. 150 sotyapti. 100 ming deyapsizmi? Mana 100 ming deyapsiz? 100 ming. Ha, 100 ming. Bular 85, 75. Kalyanlar necha pul ekan? Mana u ham mana yangi 100 ming kelishtirib beraman. Bu ham yaxshi ekan, lufti yo'q ekan buni. Yap yangi oldimaydi-da. Mana u. Buni 100 ming deyapti. Sizga beraymi? Bo'pti, buni kelishtirib beraman. Ha. Bo'pti aka. Bu yoqqa o'tsa vaqti pachama. Rahmat. Mana mexanika soatlar ham chiqdi bu yerda. Remen. Uyda, Zay. Chassi почем? Chassi вот это. Какие? Вот это золотистка. Это там батарейка ставится. А, не механика, да? Нет, кварц. Почем? Есть кварц везде. Это 50. Кварц только... А другой механика почем? Casio. Это натурал. Оригинал, да? Оригинал. А это почем? Это 200. Да, походи, погуляй. Yaxshi ekanmi? Вот, давай. А большой механик? Это советский будильник, янтарь. Да, советский. Сколько стоит? 50. 50 тысяч. Или мин сом ekan. Механика. Это ножницы. Ножницы. Прибалтика. Советский Союз. Прикольно. У них металл хороший. Да. Уже видно. А сколько стоит? 50. Все 50, да? 50. 50. Можно попробовать ножницы. Ногти даже посмотреть. Удобно, да? Ручной сверлёга. А сколько стоит? Это 50. Hammasi 50 mingdan ekan, короче.
Огур не нужен? Вот это? Да. Работает, да? Если дыхалки хватит, без проблем. А? Мне сейчас не надо, уже устал. А что? А сколько стоит? 200. Şöyle eskisidan ekan. Попробуй. Ne надо. Hamiki yozib qo'yibdi. Советский Союз. Ha, sovetskiy. O, SSSR deb qo'yibdi. Только без флага. 200 ming. 200 işte. 200 ming rubl. Только месяц. Aha. Время войны связки не нужно? Вот это? Да. Эти тоже советские, да? Это времен войны. Да. Şu eski urush tilmasidagi flakonlar, ishlar. Ну, давай. А ремень почем? Ремень 100. 100? Да? 100 ming ekan. Уже советского нету. Советский уходит в прошлое. Все, нет того. Нету, да. Все, спасибо. Нет. Qarmoqlarga buni qila chiqibdi. Assalomu alaykum. Nech bo'l ekan buni? 40 ming ekan. Mana shu ochakalarga kovshinlar kattasi. Bular ham eskisidan ekan. Kovshin nech bo'l ekan? 35 bo'lish. 35 ming ekan. Uchta ko'shik bir chelak. Ha, katta ekan-da. Yetadi, ha. Rishi ham sindiradi lekin. Ha, o'zi metali qattiq ekan. Metal. Sverlovlar bor ekan, ha, turida. Nech bo'l ekan sverlovlar? 30 ming ekan. Rahmat aka. Men hayron qoldim. Rossiyani baroxulkasi hech bola bo'lmay qolar ekan. Hamma narsa bor ekan. Shu Rossiyada yo'q. Nimalar bor ekan? Mana gantel. Bu diskdan qilgan ekan, Samedin. Mana zavodskiy shekil. Eski ключ. Nimalar kerak bo'lsa, sirop ekanda bitta. Mana panshohlar chiqibdi 40 ming so'mdan ekan. Hali buni sovetskiy 3 to'mtog'i bo'ladi, shuni yo'qmi? Qidirsa chopilsa kerak, chiqib qoladi. Chiqib qoladi, ko'pchilik so'rayapti mendan. Qidirsa chiqib qoladi. Hali 3 to'mtog'i bo'lar ekan, bilasizmi nima? Kartoshka kovlagani, meva. Hali naqa. Xudo xolasa. Ha. Chiqib qolar ekan. Yo, opa yaxshimisiz? Sizni mandaringa Xorazmli akamiz so'ragan edi. Boltalar nech pul ekan? 40 ming so'm. Usta teshi yo'qmi sizda, amak? Tepasi sotilib ketdi. Mana bu prostoyrog'imi? Yaxshi sotilib ketdimi? Sotilib ketadi. Nech pulga sotildi u? 50 ming so'mga sotilib ketdi, bir opa olib ketdilar. Bu nech pul? 40 ming so'm. Sovetskilar chiqib qoladi sizga? Chiqib qoladi. Xudo xolasa. Sovetskiy arralar yo'q ekan, ha? Mayda bitta bor ekan, singanmi yo? Bu tarralar ko'p. Sovetskisi. Hamma xossi sovetskiy. Sovetskiymi? Mana buni yaxshi qilib qo'yibsiz-da o'tkillar, ha? Shuni. Qo'ydik. Xudo xolasa. Chaparastasiyam zo'r ekan. Nech pul ekan bu? 70 ming deyapti. Shuni nimalari ko'p ekan akada. Sovetskilar ko'p ekan. 70 ming, hop taydi ekan, xullas.
Ko'rasiz, mana bemalol. Taqqachilarda nimalar yo'q, ha? To'qqachi ham bor. Sovetskisi. Sovetskisi yo'q. Sovetskiy bo'lsa. Sovetskisi. Oddiylar bor. O'shnaqalari bor. Necha pul bu? Bu 40 ming so'm, mana bunisi 25 ming so'm. Ha, yaxshi. Qozonlaringiz necha pul? Odamlar tagidagi 60 ming, tepasidagi 30 ming. Ya, 50 ming. Eskidanmi bu ham? Men oldingi chiqqan bo'lsa. Ha. Narxi ham o'zgardi mana. Ha, sovetskiy ekan. 50 ming 60 ming. Bulardan sizga qarashli hammasi. Yilda chiqqan. Diskan 66-yildagi ekan. Mana puli ham 500 ming. 500 ming. Ishlashi zo'r, ha? Ishlasa endi yaxshi emas, endi o'ziga yarasha biz ishlatib turamiz. Bu eski yaqin 60 yil bo'lgan bularga. Aha. Ishlaydi, men ishlatib turaman, doim shu. Yaxshi ekan, yaxshi ekan. Bu kichinasi necha pul? Bu 400 ming unisi. 400 ming. 600 ming, ha? Bu 500 ming deb Shu berasiz, sala. Bo'ldi. Mana bunaqa flaglar, kichkina flaglar. 150 mingdan ekan. İçi butun normal. 150. Bunisimi? 50 mingdan ekan. 5 ming. Sovetskiy. Ana qanchalar nimaga ishlaydi ekan? Kam o'ttas. А ножницы почем большой такой? 100 ming ekan, 80 mingga beraman. O'ttas. Sovetskiy посадочек sochkalar. 50 ming ekan-da, ammo ishlashi yaxshi. Asado 50 mingga beraman deyapti. Singan ekan-da. Temirlar. Bering shuni. Kuluchlar. 30 mingdan ekan. Pichurka. Motorlar bunaqa kichkina. Nimaga ishlasa 200 ming ekan. Ishlaydigan endi nima qilsangiz, nimaga kerak bo'lsa 200 ming. Приехал, что-то то забыл, это забыл. Сейчас только раскладываюсь. Какие ножи. Xullas kerak bu yerda tugatib bo'lmaydiga aylanib ikkinchi videolarni ham olishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Adres Toshkent Yangiobod eski bozor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Laykni bosib qo'yasizlar.